Hazırlashdinglar lekin hazırlashgan. Men buni hozir ochib ko'rsataman senga. videoni propanda yuradiganlarga srochni jo'natib qo'yasizlar. Nimalar boshlandi, xudo xolasa propanda ham endi suv. Suv deb o'ylayapmiz. Suv rost. Hozir mana hozir kranni ochamiz. Murod kranni ochib oq. Och. Voy, bunisi ham suv. Rostdan suv kubi. Suv mana. Hozir yaxlab qolish kerak edi. Bu suv oqyapti hozir. Voy, mana. Mana ahvol. To'xtachi, hozir to'xta. Yopamiz Murod. Suv lekin. Haqiqatan ham suv hozir yoqsan ham yonmaydi 100% bu. Balon to'lami hozir shunga? Shunga to'la. Hozir zapravka qilib, zapravkadan chiqqanlar, mashina yurmay qo'yan. To'g'ri bizdan o'zimizdan klient bo'lgani uchun o'zimizga keldilar. Hozir mana kranni, farsunkani ochganim o'zida bildim suvligini. Hozir mana trubkasini yechib oldim, o'sha suv. Motorga o'tib ketib qolsa nima bo'lardi? Motorga hozir o'tyapti-da, o'sha yomon ishlagani uchun benzinga qaytarib yuryapti, benzinga yuryapti. Ha, ya'ni zarar yetmadi hali to'g'rimi? zarar Agar bilmagan yetmagan. odam bo'lsa, demak zarar yetkazib qo'yishi mumkin ekan. Qaytarib gazga ovursa, porshunni yorib yuborishi mumkin. Eshitdinglar mana. Voy, onasi. Bitta yomon yurib qoldimi, bo'ldi. Mutaxassis uchrashish kerak. Suv zapravka qorishyapti degan. Mana ko'zimizda bilan. Xudo xolasa ehtiyot bo'lasizlar bu yog'iga, zapravkalarga iloji boricha mana shunaqa ahvol. Ispaniyalik hisobiga bo'lishi mumkin emasmi? Yo'q, unchalik bo'lmaydi lekin. Bunchalik bo'lmaydi, to'g'ri? Gazni o'zim misol uchun suv gaz bo'lgan hisobiga ochsang, bu yerda fashillab turib yaxlab qolish kerak. Hozir mana oqqazgan joyimiz ham yaxlamaganda, o'sha yer reski yaxlab qoladi. Videoni propanda yuradigan o'rtog'inglarga sekin jo'natib qo'yinglar. Zapravkalardan ehtiyot bo'lasizlar.